Mana Novvoscham уже 15 kunlik bo'ldi, tirikchilik qilyapti mana. Enasini emib, Xudo xohlasa kunduzi mollar dalada edi, bu qamoqda edi. Narigini hal tug'masdan emib ana qilyapti, harakat qilyapti. Nariga yana 3 kundan keyin 3-4 kun ichida tug'ish kerak mana unisi. Men yaqinlashib qoldi mana. Bu ham 10 tali, 12 tali. Tak. Tak deyman. Oxirda mana qilib yosh turib, oxirda titib o'ynaydi bu. Bu 1,5 yosh. Bugun yo'q hali. 1,5 ga kirib qolib yem berishni boshladik. Xudo xolasa, bu ham yaxshi natija beradi. Bu yerda kichik fermamizning natijasi bor mana. Tuxum tug'adi, bitga to'g'lar. Mana shu fermamiz Xudo xolasa bekor emasmiz. Inshaalloh uzoqda aka-ukalar sog' bo'linglar, o'zlaringizni asrab avaylaylar. Butun dunyoda hech kimdan kam bo'lmay zo'r bo'lib yuringlar hammalaring.